Assalomu alaykum. Dolzarb mavzular, yangi xabar va ma'lumotlar, yurtimizda va jahonda sodir bo'layotgan voqealar, bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida. Studiyada Azbek Mehriddinov. Bugun dasturimizda 2025-2026 o'quv yili uchun birinchi sinfga onlayn qabul boshlandi. Tramp Isroil-Eron mojarosiga qo'shilish masalasida qarorni 2 haftada qabul qiladi. Shomurodov faoliyatini Istanbulda davom ettirishi mumkin. Bularning barchasi Fresh News informatsion dasturida batafsil. 2025-2026 o'quv yili uchun birinchi sinfga onlayn qabul boshlandi. Bugun 20-iyun kuni soat 9:00 dan boshlab 2025-2026 o'quv yili uchun umumiy o'rta ta'lim maktablarining birinchi sinfiga onlayn qabul boshlandi. Elektron arizalarni quyidagi platformalar orqali yuborish mumkin: my.maktab.uz, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining elektron platformasi, my.gov.uz, Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Ayni maqsadlarda O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati tomonidan mahalliylashtirish dasturi doirasida hududlarda kichik va mikro shakldagi yangi GESlar barpo etilib, foydalanishga topshirilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Qashqadaryo viloyatiga tashrifi doirasida Shahrisabz tumanidagi Hisorak suv ombori yaqinida yangidan barpo etilgan Hisorak kichik GES faoliyati bilan tanishdi. Ma'lumot o'rnida aytish mumkin, Hisorak suv ombori 1987-yilda qurilgan bo'lib, 2004-yilda kapital rekonstruksiya qilingan. Hududda 2011-yilda ishga tushirilgan quvvati 45 megavat bo'lgan asosiy Hisorak GES ham mavjud. Bu yiliga taxminan 80 million kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu esa o'rtacha hisobda 33 ming xonadonning yillik elektr energiyasi ehtiyojini qoplaydi. Oq uy matbuot kotibi Karolin Levift ma'lum qilishicha, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Isroil va Eron o'rtasidagi tinchlikka tahdid solayotgan vaziyatni jiddiy kuzatmoqda. Uning aytishicha, prezident bu masalada shoshmasdan, barcha jihatlarni chuqur tahlil qilib, mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda qaror qabul qiladi. Leviftning so'zlariga ko'ra, Tramp harbiy va siyosiy maslahatchilar bilan doimiy ravishda uchrashuvlar o'tkazib, mintaqadagi xavfsizlik, Amerika Qo'shma Shtatlari manfaatlari va xalqaro munosabatlar nuqtai nazaridan barcha xavf-xatarlarni baholamoqda. Uning ta'kidlashicha, yaqin 10-14 kun ichida Tramp ushbu mojaro yuzasidan o'zining rasmiy pozitsiyasini e'lon qiladi. Bu qaror Amerika Qo'shma Shtatlarining Isroil-Eron mojarosida qanday yo'l tutishi, faol aralashuv yoki neytral qolishini belgilab beradi. Namibiyalik yosh ixtirochi Simon Petrus mobil texnologiyalar sohasida noodatiy yechim bilan jahon e'tiborini tortdi. U sim karta va efir vaqti talab qilmaydigan telefon yaratishga muvaffaq bo'ldi. Bu telefon an'anaviy uyali aloqa tarmoqlariga bog'liq emas, balki radiochastotalar orqali bevosita aloqani ta'minlaydi. Simon bu g'oyani talabalik davrida ishlab chiqa boshlagan. U qayta ishlangan, eskirgan texnik qurilmalardan, uy telefoni, televizor va ikki tomonlama radio tizimlarining qismlaridan foydalangan. Natijada qisqa to'lqinli chastotalar yordamida ishlaydigan mustaqil aloqa qurilmasi dunyoga keldi. Telefon hech qanday sim karta yoki internet trafik talab qilmaydi. Bu esa uni ayniqsa chekka hududlar uchun foydali vositaga aylantiradi. Uning telefoni nafaqat qo'ng'iroq qilish imkoniyatini beradi, balki boshqa funksiyalarga ham ega. Unda kichik televizor, LED chiroq, ventilyator va USB quvvatlash portlari mavjud. Ushbu barcha qismlar yagona quvvat manbai, radiatorli tizim orqali ishlaydi. Euronews yozishicha, Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xumanay AQShning taslim bo'lish to'g'risidagi chaqirig'ini keskin rad etib, Washingtonni ogohlantirgan. Agar Isroil tomonidan turib ziddiyatga qo'shilsa, Amerika Qo'shma Shtatlari mislsiz zarar ko'radi, degan Eron yetakchisi. Bu ziyon Eronnikiga nisbatan ancha jiddiy bo'ladi. Mazkur bayonot prezident Donald Trampning ijtimoiy tarmoqdagi Erondan so'zsiz taslim bo'lish talab qilingan. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar Xumanayning qayerdaligini bilish, lekin hali uni yo'q qilish rejasi yo'qligi qo'shimcha qilingan chiqishiga javob yangradi. Isroil harbiylari aytishicha, Eronga berilgan so'nggi zarbalar natijasida uran bilan bog'liq va raketa ehtiyot qismlari ishlab chiqariluvchi zavodlar zarar ko'rgan. Xabarlarda Tehron nisbatan kamroq raketa uchirayotgani ham qayd etilgan. Bunday sustlikning sababini esa ikki tomon ham izohlamagan.
Eldor Shomurodov yozda Romani butunlay tark etishi kutilmoqda. Roma press xabar berishicha, o'zbekistonlik hujumchi Turkiya klubiga o'tish borasida muzokaralar olib bormoqda. Sky Sport nashri jurnalisti Gianluca Di Marzio yozishicha, Istanbul Başakşehir Roma va 29 yoshli futbolchiga o'z taklifini yuborgan. Shomurodov yaqin kunlarda taklifni qabul qilishi va Rimda 2021-yilda boshlangan faoliyatini yakunlashi kutilmoqda. Bungacha turkiyalik jurnalist Yag'iz Sabunchi-o'g'lu istanbulliklar Eldorni sotib olmoqchiligi haqida xabar bergan edi. Hujumchi o'tgan mavsumda A seriyada 27 ta o'yinda 4 ta gol va 4 ta assistni o'z hisobiga yozdirib qo'ygan. Rasman Juan Garcia Barselonaning yangi futbolchisi deb e'lon qilindi. Juan Garcia shartnoma imzolash va tanishtiruv marosimida ishtirok etish uchun Barselona ofisiga yetib keldi. Chiqayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Garciaga Espanyol haqida noqulay savollar berilmasligi maqsadida tanishtiruv marosimi yopiq tarzda o'tkaziladi. Juan Garcia Barselonaning birinchi raqamli darvozaboni bo'lishi kutilmoqda. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va tafsilotlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang, oldinda ob-havo ma'lumotlari. Salomat bo'ling.